Adamlar tinchmi? Yaxshimi? Yo'q, so'rga chiqmaymiz, qaytamiz. Mayr optada bo'ldi. Qani opam? Opam qani? Uni chaqir. Chaqiring. Tinchursiz-mi? Ha, O'z tinchmi? Yaxshi borib keldingizmi? biz yong'inga qarshi tezkor xizmat ko'rsatishdanmiz. Bir qator kelib xonadoningizni o'rgandik. Ha. Kamchiliklari bor ekan, opam bilan gaplashdik. Gaplashib, qo'ldan kelgancha tashkilotimiz nomidan moddiy yordam ko'rsatib, duoylarni olaylik deb shu mahallada xizmat ko'rsatib yuribmiz. Xizmat ko'rsatib, xonadonlarga targ'ibot ishlarini olib borib, holatlarni ko'rib, qo'limizdan kelgancha moddiy yordam ko'rsatib, mo'rilarni tozalab, dezinfeksiyalarimizni shularni ham qilib, qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysiz, tuzukmisiz? Rahmat. Mana qo'ldan kelgancha qildik, xudo xolasa. Kamchiligi bo'lsa yana bir kelamiz, biz har 6 oyda bir yuramiz. Raislarga bir og'iz aytib qo'yasiz. Xo'jayingiz ishini ham qo'ldan kelgancha hal qilyapmiz. Mana shu bolamizning nomeri bor. Telefon qilib va Onajon, ismim Abdulaziz. Shu Marhamat tumanida Zamin to'yxonasining oldi idorami. Ularni Rahmat. o'tada. Nima? Endi erkak yo'q, men qarib qoldim. Ana bo'lib yotibdi, hamma yo'q vayron. Endi bir bolani kirgizib oldim, ichki yoqib. U bola ham hech narsani bilmaydi ekan. Ichib qo'yyapti. Aslida yurib ham nima balo olib, pashvolarni yo'qotib, qachondan beri kelolmaydi, yig'laydi yo tuzroq pulimiz jo'natarmaydi. Ana o'tiribmiz bola. Uchta bola bor. O'z bizda bor xodimlarni bo'y mahal nomerlarimizni berganmiz. Biz tomonidan qanday yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar opa, xo'p? Ha? Ani onajon bitta duo qilib berasiz, endi biz qaytamiz. Amin. Uzoq umr bersin. Tugamas rizq bersin. Ovri bersin, omadlari bersin. Qayta borsanglar, oshinglar ochol, yuzinglar yorug', tilinglar go'yo olib. Allohdan bizga yordam bersa, Alloh sizlarga yordam berib, shu ko'zlagan maqsadinglarni Alloh ko'paytirib bersin. Kam bo'lsanglar. Onajon mayli. Opam nomerim bor, Alloh xohlasin. Xo'p, rahmat. Xo'p.